Holatim tog'day panohim, soyabonim onajonim. Bir umr qarzdor eluman, poyingizda har qachon. Siz bilan shohonaman men, armonim yo'q onajon. To abad ta'zim etayim, siz qalqonim onajon. Makka tilam Madinam, ko'zim nursiz onajon. Sizga qiyos yo'q yerda va osmonda har qachon. Bag'ringizga shukrlar deyman doim onajon. Bag'ringizda yoningizda hazildaman har qachon. Yomg'ir yog'ayotganligiga qaramasdan Diydor tabriklangan jamoasi o'z ish faoliyatini davom ettirmoqda. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Ijtimoiy tarmoqlar orqali kuzatib turgan qadrli yurtdoshlar, sahifamiz obunachilari, barchaga xayrli kun. Bugun Xudo xolasa 5-fevral sanasi 2026-yil Bundiyon mahallasida Muyassar onajonimizni muborak 75 yoshlari tavallud ayyomlari bilan qutlash maqsadida farzandlar, kelinlar, kuyovlar tomonidan xonadonlarda aziz mehmonimiz albatta kutilmagan sovg'a tarifasida tashrif buyurganmiz. Biz fursatdan foydalanib onajonimizga 100 yoshlarni ko'rishlikni yaratgan Alloh taolomizdan Tangrimizdan so'rab qolamiz. Ishimizni boshlaylik. Sizlar davom Sadqa jonim onajon, Makka tilam Madinam, ko'zim nursiz onajon. Sizga qiyos yo'q yerda va osmonda har qachon. Bag'ringizga shukrlar deyman doim onajon. Bag'ringizda yoningizda ta'zimdaman har qachon. Marhamat, Maysar onajonimizni biz zorimizning badiiy maydoniga chorlaymiz. Guldiroz va davomiy qarsigiylar sadosi ostida kutib olamiz. Kelinglar yonimizga. Qani ketdi. Bugun onamni tug'ilgan kuni, onajonimni tug'ilgan kuni, meni dunyoga keltirgan aziz mehribonimni tug'ilgan kuni. Oilamizning go'zal mezbonlik sovg'a qilay dunyoga, onajonimni tug'ilgan kuni, tug'ilgan kuni. Siz uchun sovg'a qilay dunyoga, onajonimni tug'ilgan kuni. Qani ketdi onajon. Mana keling yonimizga. Avvalambor assalomu alaykum. Mana shunday fayzli oqshomga yig'ilgan qadrli mehmonlar, muhtarama xonimlar hamda hurmatli janoblar, barchalaringiz xush kelibsizlar. Qadamlaringizga hasonat, bayram barchalaringizga birdek muborak bo'lsin. Allohimning bergan go'zal, tinch va osoyishta kunida mana shunday chiroyli oqshomda sizlar bilan diydor ko'rishganligimizdan bag'oyatda mamnunmiz. Albatta, barchamizga yaxshi ma'lumki, bugun mana shunday ajoyib kechada, chiroyli koshonada bir dasturxon atrofida yig'ilib turishimizning sababi Maysar onajonim. Ona assalomu alaykum. Tavallud ayyomlar muborak bo'lsin. Umringiz uzoq, tanijoningiz sog' bo'lsin, bardam baquvvat, salomat, charchamasdan yuribsizmi? Kayfiyatlar qalay? Kayfiyatlar a'lomi? Muborak bo'lsin yana bir bor. Endi Xudo xolasa, nasib bo'lsa, necha yoshda qarshiladingiz? Onam 17 mi yo 18 mi? 15 yosh ekan. Bitta chiroyli qarshi olib qo'yamiz, 15 yoshlari uchun. Umringiz uzoq bo'lsin. Hali 10 kuningizdan
Bundan bittasi yo ochilibdi, yo ochilmabdi. Xudo xolasa yoshingiz 100 ga borsin, 120 dan oshsin, 140 dan o'tsin. Shu narsa bo'lsa 160 ga boraman deb qolganda ham mana shu og'aynilar, aka-uka, opa-singillar ila qatorimizdan kamaymagan holda kelib, barchamiz yaxshi kunlaringizda birgalikda ishtirok etishlikda yaratgan Allohimning o'zi nasib ro'za aylasin. Bugun biz Diydor agentligi jamoasi sizni farzandlaringiz, kelinlaringiz, kuyovlaringiz, nabiralar, ivara, chivaralar nomidan, barchasining nomidan bugungi bayram bilan sizni qutlash maqsadida xonadoningizga kutilmagan sovg'a tarifasida eshikni bir tepib bostirib kelaverdik. Aytib buyurmaysiz. Kechamizni qiziqarli joyi aynan shunda. Hozir men bitta chiroq qo'shib qo'yib beraman. Onajonimizni bayramlari bilan qutlab, sovg'alarimizni topshirib qo'yamiz farzandlarimizni barchasini. Onajonimiz turgan markazga taklif qilamiz chiroyli musiqalar, guldiroz, davomiy qarsaklar sadosi ostida. Marhamat. Dardlaringiz to'kib sochinglasin, armonlarga to'lmasin hech ko'ngil. Omadimdan kelib qoldi ona, ko'zlarimiz dardli yoshga to'lgan edi. Dilda tashvish sho'rlik barchasiga ko'ngan edi. Yaxshi kun hammasi borligingiz ona, hammasi sizni duoyingiz ona. Baxtimga omon bo'ling, xasta bo'lmang ona. Imkon bo'lsa birga aytamiz. Hammasi sizni borligingiz ona. Tashrif bergan mehmonlarimizdan birin-ketin ko'rishib, tabriklab qo'yishimiz mumkin. Marhamat, bizda imkon bor, bizda fursat bor. Omon bo'ling, xasta bo'lmang ona. Armonlarni eshigida zorlanishlar, muammolar girdobida xo'rlanishlar. Ko'rib qo'ysin ko'ksim tutgan shum tanishlar. Yaxshi kunlar yaqin kelib qoldi ona. Ko'kni tutib ketar edi nidoyingiz, ajinlarga yashiringan chiroyingiz. Ijobatin topib barcha duoyingiz. Yaxshi kunlar yaqin kelib qoldi ona. Qani ketdik hamma birgalikda. Hammasi sizni borligingiz ona. Hammasi sizni duoyingiz ona. Baxtimga omon bo'ling, xasta bo'lmang ona. Hammasi sizni borligingiz ona. Hammasi sizni duoyingiz ona. Baxtimga omon bo'ling, xasta bo'lmang ona. Endi guldek kulib tursin yuzlaringiz, nurlar sochib yashnasin juft ko'zlaringiz. Xizmat qilar sizga o'g'il qizlaringiz. Yaxshi kunlar mana keldi onam. Hammasi borligingiz onam. Hammasi sizni duoyingiz onam. Baxtimga omon bo'ling, xasta bo'lmang onam. Qani ketdik, yana bir marta aytamiz. Hammasi sizni borligingiz onam. Hammasi sizni duoyingiz onam. Baxtimga omon bo'ling, xasta bo'lmang onam. Rahmat. Salomat bo'ling ona. Yoqdimi sovg'alar? Salomat bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin. Yana bir bor muborak bo'lsin. Dardli kuysan, tanda darmon jon bo'lding. Bildirmading, ammo bag'ri qon bo'lding.
oqardi. Sochlaring ona. Bolang bo'lib bir bor darding olmadim, itoat qilmasdan yig'latdim yana. Kechir, senga ozor berib tolmadim. Meni deb oqardi sochlaring ona. Onani sochlari farzandini deb oqarib ketar ekan. Ona o'zi 3 donagina harfdan iborat so'z bo'lsa-da, mana shu 3 ta harfning tagida butun olamga teng keladigan bir chiroyli ma'no bor ekan. Ona farzandi uchun kechalari uyqusidan, oromidan voz kechar ekan. Farzandini deb chiroyidan, go'zalligidan, orzularidan, hoy-havaslardan voz kechar ekan. Farzandi uchun bir so'z bilan aytganda, o'zligidan voz kechar ekan. Ona 9 oy farzandini vujudga ko'tarib, dunyoga keltirgandan keyin ham o'zini unutar ekan. Farzandlar uchun yashar ekan. Bedor tunlar uxlamasdan uyqularni yod qilar, begona qilar huzuridan, halovatidan, oromidan voz kechar. Ona asli shu farzandlarni, shu zurriyotlarni dunyoga keltiraman deb to'lg'oq azobiga chidab, tishlarini tishlariga qo'ygan paytda onani tishlari sinib tushar ekan. Tilla tishlaringiz bormi? Bor-a? Har bir farzand tuqqaningizda bittadan, ikkitadan tish sinib tushaverar ekan. O'sha azobga chidolmasdan tishingizga qo'yganda, tunlar bedor qolib, beshik quchib alla etib, ko'zlari qizarar ekan, ko'zlarining nurini yo'qotar ekan. So'raganda aytib, "Ochga ham toqasiz-a? Ko'z oynak toqmaysizmi? Ko'zlaringiz yaxshi-a?" Lekin farzandlarga bergansiz shu ko'zdan, yuzingizdan nur bergansiz, qoshingizdan qosh, ko'zingizdan ko'z bergansiz, farzandlar uchun yashagansiz. Endi uni siz o'zingizni qanchalar chiroyli ekanligingizni ko'rmoqchi bo'lsangiz, oynaga emas, farzandlaringizga qarang. Endi menga ayting, qani uni bugun sizdan ham chiroyliroq ayol bormi dunyoda? Yo'q. Lekin menimcha sizdan chiroylingiz yo'q. Chunki yoningizda shuncha farzandlar, shuncha nabiralar, evaralar, chevaralar ham bor. Chevaralar ham bor. Qarang, mana shuncha og'aylar bugun yoningizda. Bugun sizdan da baxtiyor inson yo'q. Deydilar, jannat guli ufurmoqda poylaridan. O'psam deyman, qadoq bosgan joylaridan. Bizni duo qilib sira charchamagan, bir bor oqsam deyman duo soylaridan. Duolari ijobat ham ibodatdir. Onajonim men uchun bir omonatdir. Bolam deb har kunda uyqu bilmaydilar. Ko'cha-ko'yda yursam ko'zini yummaydilar. Mening uchun yaratgandan ertayu kech omad so'rab turmaydilar. Duolari ijobat ham ibodatdir. Onajonim men uchun bir omonatdir. Turli tuman gap so'zlarni tinglar quloq, davralarga chorlaydilar yaqin, yiroq. So'zlashaman hamma bilan, do'stlar biroq, suhbatlarning eng yaxshisi onam bilan. Duosidan qo'lim oyni tutib turar. Eshigimda baxtlar navbat kutib turar. Yutqazmaydi, ko'nglim doim yutib turar. Omadlarning eng yaxshisi onam bilan. Siz bor ekansiz, farzandlaringizda omadi bor, yonida bir eng yaxshi suhbatdoshi bor, suyanadigan insoni, suyanchiq tog'i, qalqoni bor ekan. Uni farzandlardan nechta? Asli ushlar hammasi farzand. Hammasi farzandingiz. Endi sanab sanog'iga yetolmaysiz, to'g'rimi? Nasib bo'lsa, shu farzandlaringizni Alloh 4 tomondan omonda bersin, dasturxonga qo'yilgan bir juft non kabi aziz, suv kabi serob bo'lsin. Endi bunday qilamiz. Uni men fursatdan foydalangan holda, xo'p, Dilorom onajonimizni davramizga chorlamoqchiman. Dilorom onamiz bizni yonimizga bir marhamat qilsinlar. Davra mikrofon qarshisiga kelib, qalblarini to'p-to'la asrab qo'ygan niyatlarini, dil izhorlarini onajonimiz uchun bildirib qo'ymoqlari lozim. Dilorom onajonimizni agar ovora qilib, urintirib qo'ymasak, davramizni badiiy maydoniga chorlaymiz. O'zi uni xalqimizda naql bor, bilasizmi? Mehmon atoyi xudo. Mehmon o'tirgan uyni tomiga chiqmagan deydilar dadam. Dada, sababi nimada desam, bolam, mehmon bezovta bo'lmasin deya. Bugun o'zi asli bu yerda o'tirgan mehmonlarni biz hech birlarini bezovta qilishga haqqimiz yo'q, lekin agar ovora qilib qo'ymasak, Dilorom onajonimizning ikki og'iz chiroyli niyatlariga, dil izhorlariga quloq tutmoqlikda istab turibmiz. Onajonimiz kelsinlar yonimizga. Kelyaptilarmi? Xo'p. Kutubxonamiz, ustozlarimiz bor ekan. Nurbu ustozimiz ham bor ekanlar, ha? Nurbu ustozimiz shu yerda qanday? Ustoz keling yonimizga. Ustoz otangdek ulug' deydi. Ustoz otangdan ham ulug' deydi. Boringizga shukr. Muborak bo'lsin bayramlar. Assalomu alaykum. Toyi qadamlarga jon tasadduq xush kelibsiz. Marhamat, men mikrofonni sizga havola qilaman. Bu izhorlaringizni, niyatlaringizni bildirib qo'yasiz. Assalomu alaykum hurmatli qo'mi qarindoshlar.
bugungi xolajonimni Shukrona kuni bilan tabriklayman. Umrlari uzoq bo'lsin. Bizlarning bobolarimiz, momolarimiz yuzga kirsin, xolam ham yuzga kirsinlar. Mana shunday shu kunlarga yetkazgan Sunnatulloni, Izzatulloni, Oytunsoni shu kunlarga yetkazgan xolajonim, sizga ming rahmat. Bolalaringizni ibola, hayoli va tartibli eng ildi oldi qilib tarbiyaladingiz. Sizga katta rahmat. Mana shuni tashkillashtirgan tashkilotchi bolalariga, namunalariga ham rahmat. Xolamni xonadoniga, bolalarni xonadoniga birday yaxshi kunlarga kelinglar. Sizlarga ham katta rahmat bolajonim, ishlaringizga rivoj. Xo'p. O'sha yerga olib boramiz, mikrofon bo'lmasa. Hurmatli mehmonjoylar, xush kelibsizlar. Shokirovlar xonadoniga. Sunnatullajon bilan Azizjon, Maysarajon, barchalaring bilan hammalaringizni tabriklayman shu bugungi kun bilan. Hamisha sog' bo'linglar, tinch bo'linglar. Balaringizni huzurini ko'ringlar, qo'shiq qilaringlar. She'rni yer xotin bir o'ynanglar, hayotda qolsin. Maysara oldilaringda bo'lsin. Shundaymi? Qani, sunnatdan. Shu mana ro'za Ramazon oyi ham kelyapti. Ro'za Ramazon oyini yaxshi o'tsin, hammamizga tinchlik, sog'lik olib kelsin. Bayramlarda yuraylik, iloyim. Rahmat, Yaxshi niyatlar ijobat bo'lsin. Fotihaga hamisha ochganmiz qo'lni. Sizdek yaxshi insonlar qilganda duo. Har kimning ham do'stiga zoru, dushmaniga xor qilma Xudo niyat qildik. Bugun hammamiz Allohu karim olis qilsin hayot yo'llarini. Alloh martabasini ulug' qilsin. Mehnat qilgan halol qo'llarni men ustozimizni davramizga bekorga chaqirmadim. Ustoz, bir keling yonimizga. Nurgul opa. Men sizni beyizga chaqirmadim bu yerga. Deydilar, yarim tun boqaman ko'chaga chiqib. Sokinlik libosin kiygan hamma yoq. Axir uxlamoqda ko'cha tiniqib, faqat ikkita uyda o'chmagan chiroq. Men yaxshi bilaman bu ikki uyda umid gullariga burkangan qiyg'os, bittasida beshik tebratar ona, bittasida daftar tekshirar ustoz. Kim bilsin, beshikda olmoqda orom. Bo'lajak hokimmi yo buyuk hakim, ustozning qo'lida turar bu oqshom. Mirg'ak Navoiyning daftari balkim. Tong yaqin yuraman ko'chaga chiqib. Subhidan libosim kiygan hamma yoq hamon uxlamoqda ko'chada laqib. Hamon ikkita uyda o'chmagan chiroq. Falakda oynamo boqar hayrona. Bu qanday muhabbat, bu qanday ixlos. Bolam uxlasin deb uxlamas ona, elni uyg'otay deb uyg'oqtir ustoz. Ustoz boringizga shukr. Boshimiz yerga tekkuncha ta'zim qilamiz sizga. Borlaringizga shukr. Shu elni, shu xalqni uyg'otaman deb bir necha yillar mobaynida bolajonlarga bilim berib, hech qachon charchamadingiz. Bilim boyligiga to'ymagan odam kam emas, birovga qancha bersa ham hech qachon kam bo'lmang. Endi bitta churali qo'shib qo'yib beraman. Gapirsa gap ko'p. Aytamizda she'r ko'p. Eng yaxshi qo'shiqlarimizga bitta harom aylab berasiz xolajoningiz bilan birgalikda. Og'aylar, aka-uka, opa-singillarni barchasini biz davra raqslariga taklif qilamiz. Qani marhamat, ketdik. Baxtu davlat boshimdagi toj, kuy alanga yangradi xiroj. Baxtu davlat boshimdagi toj, kuy alanga yangradi xiroj. Farishtadek yoyib qirq quloch, davralarda o'ynasin onam. Farishtadek yoyib qirq quloch, davralarda o'ynasin onam. Bolam debam, bolam sinavi, arzulari pottur samavi. Bolam debam, bolam sinavi, arzulari pottur samavi. Yorug' yuzligi go'zal nurani, davralarda o'ynasin onam. Yorug' yuzligim go'zal nurani, davralarda o'ynasin onam. Onalarining eng go'zali mani onam. Ko'zga suray islarim, jonim onam, jonim onam. Onalarining
so'zlarini jonim onam so'zlari durdonaginam bittayu durdonaginam so'zlari durdonaginam yakkayu durdonaginam boshimda parvonaginam jonim onam boshimda parvonaginam jonim onam onalarining mehri bor mani onam ko'zlarida mehri bor jonim onam onalarining mehri bor mani onam ko'zlarida mehri bor jonim onam
keyin charchashga ruxsat sizga. Boyagi stol qani? Stolga olib kelinglar, uni ham o'tkazib olamiz. Ha? Tura olasiz, ha? Xo'p, bo'lmasa bunday qilamiz. Ularni farzandlari, nabiralarini biz davramizga chorlaymiz. Simyoq osh qismiga tizilgan buzchi kabimi, qaldirg'och kabi bir safsiz bo'lib, onajonimizni bayram bilan qutlab, niyatlarimizni, dilimizni, qalbimizni tubida asrab turilgan dilistolarimizda onajonimiz uchun bildirib qo'yamiz. Keladilar farzandlar, kelinlar, kuyovlar, nabira, ivara, chivaralar. Xo'p, yana bir narsani eslatib o'tishimiz lozim. Bugun to'y qo'shaloq, bugun bayram qo'shaloq onamni nabirasi Sherxonjonni bugun tavallud tayyor ekan. Qani Sherxonjon? Sherxonjon bizni eng yaxshi ukajonimiz. Salomat bo'ling. Kim? Dilrabxon opamiz, ha? U kelmadimi? Xo'p, bu videomiz bizning ijtimoiy tarmoqlarga, ijtimoiy sahifamizga qo'yiladi. O'sha yerdan ko'rganlarda eshitib oladilar. Dilrabo opajonimizga ham uzoq umr, baxt, saodat, sihat, salomatlik, oilaviy tinchlik so'rab turibmiz. Umrlar uzoq bo'lsin. Bayram hammalaringizga birdek muborak bo'lsin. Endi Xudo xolasa Sherxonjon necha yosh? 10 yoshdan 1 yosh katta ekansiz, ha? Qarang. Bitta qarsak hisob qilaylik Sherxonjon uchun ham. 16 yosh. Eng gullagan yoshlik davri hisoblanadi-da. Xudo xolasa, maqsadlar endi niyatlar qayerga o'qishga kirasiz, qaysi sohani egallamoqchisiz? Akademik litseyga, Xudo xolasa, nasib bo'lsa balki sport sohasini tanlar, balki meditsina sohasini tanlar, balki eng yaxshi bir harbiy bo'lib chiqar, doktor bo'lib chiqar. Kim bo'lishidan qat'iy nazar, eliga, xalqiga foydasi tegadigan yaxshi, aqlli, odobli bola bo'lib ulg'aysa, kim bo'lsa ham artist bo'lmasin. Nasib bo'lsa, Sherxonjonni tavallud ayyomini ko'rib turibmiz bugun. Chimildiq to'ylarida yaxshi go'shaklarga kuyov bo'lganda ham hammamiz birgalikda qatorimizdan kamaymagan holda ishtirok etishlikni Allohning o'zi nasib ro'za aylasin. Farzandlar keldimi? Ona qani? Farzandlaringiz, nevaralar, kelinlar, kelinglar biz yonimizga. Xo'p, bir bo'lmasa bunday qilamiz. Kechamizda o'ziga yarasha alohida o'rin tutgan bizda chiroyli ko'rinishimiz, tort kesish marosimimiz bor. Men fursatdan foydalangan holda tort kesish marosimiga start beraman. Tortlarimizni onajonimiz turgan markazga olib kelamiz. Chiroyli musiqalar bilan biz sizga hamroh bo'lamiz. Qani ketdik, marhamat. Bulutni iltijo qilsam. Oyog'im ostiga tashlab, o'zimni ziyratga qilsam. Hayotim gulchaning yashasini ololmasdan bulutning hastayo bemor, ko'rib shoyat kelur rahming, onajon deb duo qilsam, duoingizni olib yuraylik, muborak bo'lsin bayramlar. Bitta sanchiq topiladimi? Sanchiqi. Vilka deydi bizning tilda. Bitta vilka olib kelamiz, agar uyda bo'lmasa qo'shnidan so'rab ko'rsak ham yo'q demasa kerak, menimcha olib kelamiz. Çeksem yanımda muhterem yotken, bu mening onam, bu mening onam. Kuştansa tinmagan bedorim, bu oshaq jonimga madorim. Yalpizli lalali bahorim, bu mening onam, bu mening onam. Shodi bering onamga, Sherxonjon bilan birga kesillar tortdi. Bugun ikkovlarini ham bayrami. Men yomon bo'lsam, kiyim qanday yashar, boshini eksam. Qani hammamiz bir ovozda tabriklaymiz. Bu mening onam, bu mening onam. Kuchtansa tinmagan bedorim, bu oshaq jonimga madorim. Yalpizli lalali bahorim, bu mening onam. Sherxonjon bu jonsiga ulashib qo'yadi, bu jonsi Sherxonjonga tanovul qildirib qo'yadi. Qani marhamat. Bugün eng chiroyli gullarni olib, qo'liga berayim, ketsin quvonib. Axir yashayapti menga ishonib, bu mening
Nabiralarda. Bu nabirami, evarami? Bu nabira, bu chivara. Muborak bo'lsin. Xo'p, farzandlar, bular hammasi sizning farzandingiz. Kim boshlab beradi tabrik so'zlarini? Yo'q, hamshira emas, farzandlar. Malika opamiz qanday? Malika opa keling. Nabiralar ham kelsin, nabiralar bo'lsa. Nabirasi, ha? Sunnatlar ham qayerda? Ishda-da. Sunnatlar ham ishda. Xo'p. Xotira bo'lmaydi. Qani turmush o'rtoqlari, keliningiz. Keling, yangi keling. Marhamat. Juda nima gapcha yo'qmi? O'sha qarilig'iza ayam mingla kirsin, yonimizda tursin. Vallarim barisi sog'-omongina bo'lsin. Hammaga yaxshi niyatlar, yaxshi tilaylar. Katta rahmat. Shuni ayam bizni yonida olib yurgani uchun, berilmagani uchun bizdan nima bo'lsa ayamdan so'rab birga biza nasib bo'lsa har doim gaplarda adasha. Shunday o'g'il nimaga berib qo'yganga rahmat. O'zi bo'lmaydi. Rahmat, sog'-omon bo'lsalar, baxtimizga sog' bo'lsalar. Nasib yana birgalikda haj ziyoratlariga borish nasib qilsin bizga. Sekretarim. Hayat bo'lgan kunlar bilan tabriklayman. Yuzlarga kiring, vaqtimizga sog' bo'ling. Yurqon sani ham tabriklayman. Vaqtimizga sog' bo'l, umring uzoq bo'lsin. Aya yana bir bor tabriklayman. Ona bular gapirishni bilmaygan hech qaysi qarang. Endi bunday qilamiz. Bizda urf-odat shunaqa, bizda an'ana shunaqa. Kechamiz yakunlashimizdan oldin onajonimiz farzandlarini kechamiz tashkilotchilarini bitta chiroyli qilib duo qilib berishlari lozim. Endi uni qani o'zingizdan eshitamiz duoni. Shuncha xizmat qilibsizlar, rahmat. Men hech qancha bilmayman. Men eshitganimni bilganim yo'q. Shu ma'murda kelganlar bo'lib shu ma'murlar hammasi taqib qildi. Siz qiziq qolmaydi. Malikani ma'mura qilib berishdi-da ko'proq. Katta kelin qilganini Sog' bo'linglar, hammalaringizga rahmat. Mayli, sizlar bilan ziyoda qilib yuringlar. Ishlaringizga omad. Hammalaringiz qo'ylangan bo'lsa, baxtli bo'linglar, qo'sha qaranglar. Ko'p nima niyati bo'lsa, niyatlar kelsin. Baliya mablag'lar katta bir o'qishlarga kirib kelsin. Mayli, qanaqa o'qishga bo'lsa ham o'qishlarga kirib odam bo'lib yursinlar hammasi. Uzoq 4 yilga baravar sog' salomat yursin. Allohu akbar. Aytilgan yaxshi niyatlar ijobat bo'lsin, ona kimlar xushnud davlatini dong'i bilan, kimlar sarxush ibodatli tongi bilan. Odam aziz bu dunyoda ongi bilan xushniyat qil, tilda bo'lsin, dilda bo'lsin, tilaganing eng avvalo elda bo'lsin. Elimizda, yurtimizda mana shunday yaxshi kunlar, bayramlar, to'ylar davom bo'lsin. Xonadoningizda faqat yaxshi kunlarga, to'ylarga tashrif buyurishlikni Alloh o'z nasib ro'za aylasin. Endi har narsani boshi bor, albatta yakuni bor. Kechamizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Qisqa vaqt davomida sizlar bilan Diydor tabrik agentigi jamoasi va davra mikrofonlari qarshisida Davronjon Mardonov bo'ldi. Sizlar bilan yana tinchlik, xotirjamlikda, sihat salomatlikda, yaxshi kunlarda, bayramlarda, to'ylarda bir so'z bilan aytganda ko'rganda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar deb qolamiz. Kattakon rahmat.